Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi bilan tasdiqlangan media rejaga muvofiq Beruniy tumani hokimligi matbuot xizmati tomonidan xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari ishtirokida 2026-yilgi rejalarga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Anjumanda xalq vakillari hamda ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish, xususan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka yetkazish, ularni ijtimoiy tarmoqlar orqali tizimli ravishda yoritib borish masalalari muhokama qilindi. Matbuot anjumanida ta'kidlanganidek, 2025-yil davomida tuman kengashi deputatlari tomonidan korxona va tashkilotlarga jami 92 ta deputatlik so'rovnomalari yuborilgan bo'lib, ularning barchasidan belgilangan tartibda ijobiy javoblar olingan. Ushbu so'rovnomalar asosan ichki yo'llarni ta'mirlash, oqova suv ta'minotidagi muammolarni bartaraf etish, elektr energiyasi hamda suyultirilgan gaz ballonlari bilan aholini o'z vaqtida ta'minlash masalalariga qaratilgan bo'lib, barcha murojaatlar ijobiy hal etilgan. Shuningdek, 2026-yilning 2-fevralidan 10-fevraliga qadar deputatlar bilan hamkorlikda hududlar kesimida mavjud muammolarni aniqlash bo'yicha o'rganish ishlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. Bu jarayonda davlat organlari, deputatlar va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi hamda xalq deputatlari Beruniy tumani kengashi bilan birgalikda matbuot anjumani o'tkazilishi belgilangan edi. Mana hozirda matbuot anjumanimiz bo'lib o'tdi. Bunda albatta 2026-yilda belgilangan rejalar hamda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar haqida bir qancha fikrlarga to'xtalib o'tdik hamda 2026-yil davomida deputatlarning faolligini ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida hamda gazeta jurnallarda keng tarzda yoritib borish masalasiga to'xtalib o'tildi hamda mana shu takliflar bilan birga ishlab chiqish, ular bilan yil davomida birga ishlashish, ayniqsa mana shu fuqarolarning murojaatlari, ulardan kelib tushayotgan takliflar, deputat so'rovnomalarini korxona tashkilotlariga yuborish orqali mana shu davrda berilgan so'rovlarga berilayotgan javoblar haqida mana shunday bir matbuot anjumani davomida bir qancha kelishimlarga erishildi. Albatta bu ishlarni deputatlar bilan birgalikda mana shunday amalga oshirilayotgan ishlarni tuman darajasida, respublika darajasida amalga oshirilayotgan ishlarni birgalikda hamkorlikda yoritish masalalariga kelishib olindi. Matbuot anjumani davomida ommaviy axborot vositalari vakillari tomonidan berilgan savollarga atroflicha javoblar qaytarildi. Shuningdek, aholi manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan qator taklif va tashabbuslar ilgari surildi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi sho'rda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.